Hozir darsimiz bo'ladi. Qo'lligiga shunaqa dastur beraman. Bu Teach dasturi. Buni ichida har bir yosh bo'yicha o'yinlar bor va har bittasi alohida yoshlarga, yo'nalishlarga va yoshlarga ajratib ko'rsatilgan. Bemalol boladagi problemalar bo'yicha, ya'ni boladagi muammolar bo'yicha protokol tuzib olinadi, dastur qilib olinadi. Keyin o'sha bo'yicha har bitta yosh yo'nalishi bo'yicha o'yinlarga qarab bemalol ishlanib. Bu shpargalka, yangi ish boshlayotgan mutaxassis bo'lsa ham bemalol shuni qo'liga olsa ishlab keta oladi. Hozir qizlarga shuni qo'liga beraman va qanaqa foydalanishni o'rgataman. Oddiy foydalanilmaydi. Orqasida mana qanaqa qilib programma tuzishlar hammasi ko'rsatilgan. Shularni o'rganib ko'rib chiqamiz.